Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan vaqtni aytishni o'rganamiz. Faqat bugun 30 gacha bo'lgan daqiqalarni aytamiz. Hozirgi zamonaviy hayotimizda ko'zimiz asosan elektron soatga tushadi. Ya'ni telefonimiz ekranida, kompyuterimiz ekraniga qaraganimizda har doim biz mana shunaqangi elektron soatlarni ko'ramiz. Mana shu vaqtni aytmoqchi bo'lsak, biz o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, 13:10 deb qo'ya qolamiz. Rus tilida ham xuddi shunaqa. Mana shu vaqtni ko'rganda prosta 13:10 desangiz, atrofingizdagilar tushunadi soat necha bo'lganini. Aslida esa elektron soatda ko'rgan vaqtimizni ham biz to'liq aytishga odatlansak yaxshi bo'ladi. Hozir sizlarga aynan vaqtlarni to'liq aytishni o'rgataman. Biz o'tgan daqiqalarni o'zbek tilida aytganimizda nechidan necha minut o'tganini aytamiz. Ya'ni 1dan 10 minut o'tdi deymiz. E'tibor bering, mana shu joyga rus tilida birinchi o'tgan daqiqalar aytiladi. Keyin o'tgan daqiqalar nechiga qarab ketayotganini aytamiz. Ya'ni mana shu vaqtni aytmoqchi bo'lsak, biz 1 sonini umuman ishlatmaymiz. Soat 1 ortda qoldi chunki. Rus tilida 10 minut 2 ga qarab ketyapti deb aytiladi. Chunki 1 dan keyin 2 keladi. 1 dan 2 ga qarab ketishi esa второго deb aytiladi. Demak, mana shu vaqtni aytish uchun biz 10 minut второго deb aytishimiz to'g'ri bo'ladi. Yoki masalan mana shu vaqtga qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilida 12 dan 5 minut o'tdi deymiz. Rus tilida esa 5 minut 1 ga qarab ketyapti deymiz. Chunki mexanicheskiy soatda 12 dan keyin 1 keladi. Ya'ni 5 minut 1 ga qarab ketyapti demoqchi bo'lsak, 5 minut 12 dan 1 gacha первого deyiladi. O'shaning uchun 5 minut первого deb aytiladi. Mana shu vaqtni aytish uchun esa 15 minut 14 bu 2 da mexanicheskiy soatda. 2 dan keyin 3 keladi. 2 dan 3 gacha daqiqalarni ketishi esa третьего deyiladi. Demak, 15 minut третьего deb aytishimiz to'g'ri bo'ladi. Mana bu vaqtimiz esa, ya'ni 6 dan 20 ta o'tdi demoqchi bo'lsak, 20 minut 6 dan keyin 7 ga qarab ketyapti deymiz. Ya'ni 20 minut 7 deb aytiladi. Agar nechidandir 30 minut o'tgan bo'lsa, unda biz 30 minutni xuddi o'zbek tilida yarim deganimizdek, rus tilida половина deb aytsak ham bo'ladi. Demak, mana bu vaqtimizni 3,5 deyishimiz mumkin yoki 3 dan 30 daqiqa o'tdi deyishimiz mumkin. Rus tilida esa 30 minut четвертого yoki половина четвертого yoki половина so'zini yana ham qisqartirib полчетвертого deb qo'ya qolsangiz ham bo'ladi. Hozir mana shu tablitsani yozib oling va eslab qoling. Keyingi darsimizda esa takam, ya'ni misol uchun 10 takam, 5 takam, 20 takam deyishlarni o'rganamiz.